Homilador ayollarda eng ko'p beriladigan savol bu toksikozm og'ir o'tganligi sababli homila suvi kamayadimi? Yo'q, aslida bu toksikozga bog'liq emas. Birinchi sabablaridan biri bu ayollarimizda o'tkaziladigan buyrak tizimi kasalliklari hisoblanadi. Bundan tashqari, ayolda tez-tez shamollashlar bo'lsa yoki infeksion kasalliklar aniqlansa, bu ham homila suvini kamayishiga olib keladi. Yana bir omillardan biri bu qon bosimining o'zgarishi va buning oqibatida qon quyuqligining oshib ketishi holatlari homila suviga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, homila yo'ldoshida bo'ladigan o'zgarishlar homila suvini kamayishiga sabab bo'ladi. Endi bu sabablarni ko'rib chiqdik, oqibatlari haqida gaplashamiz. Oqibatlari birinchi navbatda homilani ko'p harakatlanishiga sabab bo'ladi. Buning natijasida homila o'z kindigiga, ya'ni o'rniga o'ralib qolish ehtimoli oshadi. Kindigiga o'ralgan homila biz bilamizki, sirazi gipoksiya jarayonini boshdan kechirishi mumkin. Homila suvining kamligi natijasida homila buyragida kengayishlarni kuzatishimiz mumkin. Ya'ni siydik ajralish tizimida o'zgarishlar bo'ladi. Bundan tashqari, homila o'pkasining rivojlanishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Umumlashtirilgan holatda aytganimizda, homila suvining kamayishi homilani vaqtdan oldin tug'ilishiga sabab bo'ladi. Tug'ruq jarayonini tezlashib ketishiga olib keluvchi omil hisoblanadi. Farzandingizni sog'lom tug'ilishini xohlasangiz, doim shifokor nazoratida bo'lishni unutmang.